Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, kanalimizga xush kelibsiz. Hozir taniqli shifokor, olima Oydin Solihning haqiqiy tibbiyot kitobini audio shaklida e'tiboringizga havola etamiz. U kishining ilmi va tajribasi barchamizga foydali bo'lishiga ishonamiz. Ushbu loyihani Oydin Solihning xotirasiga bag'ishlaymiz. 37-qism banka qo'yish, ya'ni kichik hojamot. Banka qo'yish hech bir yon ta'siri bo'lmagan, xavf-xatarsiz, oson tatbiq qilingan, xarajatsiz, tez va uzoq vaqt ta'sir ko'rsatgan, minglab yillardan beri qo'llanib kelinayotgan banka qo'yishni istagan kishi amalga oshira oladi. Foydasi va bajarilish shakli bilan qon oldirishga o'xshagani uchun banka qo'yishning ikkinchi nomi kichik hojamotdir. Liqildoq va ensa chuquridan tashqari vujudning istalgan yeriga banka qo'yish mumkin. Banka qo'yish uchun eng mos joylar: yelkaga, yelkaning o'rta qismiga va yo'llariga qo'yilgan bankalar, ya'ni oxirgi qovurg'asiga, umurtqaning ikki tarafiga qo'yilgan bankalar, o'pka, jigar, o't pufagi, oshqozon osti bezi, oshqozon kasalliklari va og'riqlari, yuqori qon bosimi, umurtqada tuz yig'ilishining va bo'yin grishasiga juda mos keladi. Belga, ya'ni oxirgi qovurg'aning suyagidan boshlab dumg'aza qadar umurtqaning ikki tarafiga qo'yilgan banka bel og'rig'i, yuqori qon bosimi, buyraklar va jinsiy kasalliklarda mos keladi. Chakkalarning past qismiga, ya'ni quloqlarning oldiga qo'yilgan banka ko'z, burun, lab, quloq, tomoq, bo'yin, tish va milk kasalliklariga foydali. Miyani tozalaydi, yuz terisini chiroyli qiladi. Quloqning pasti va biroz orqasiga qo'yilgan banka quloq, burun, ko'z xastaliklariga, old tishlarga va o'tkir tishlarga, bosh og'rig'iga, jigar va o't pufagi sanchiqlariga, bosh titrashiga yaxshi bo'ladi. Jag'ning pastki qismiga qo'yilgan banka bosh va yuz a'zolarining kasalliklariga, jag', ko'z, burun, quloq, lab, tish milki va yanoqlar, bo'yin a'zolari xastaliklariga, tovush paychalari, tiroid va limfa bezlari xastaliklari, bo'yin churrasi, bodomzimon bezlarining, anginaning shishiga yaxshi davolaydi. Ko'krak usti, pasti va ko'krak uchlariga qo'yilgan bankalar ko'krak siqilishlarini tarqatadi, ona sutini ko'paytiradi. Anus va jinsiy a'zo orasiga qo'yilgan banka prostata kasalliklariga va bavosil, ya'ni gemoroy va fil kasalligiga, ya'ni elefantiyazga, hayz tartibsizligini davolaydi. Anusga qo'yilgan banka boshdan va butun vujuddan qonni pastga tushiradi. Barcha a'zolarga va vujudga xotirjamlik baxsh etadi. Asosan ichaklarga, prostata xastaliklariga va hayz tartibsizligiga yaxshi davo bo'ladi. Sonlarning ichki qismlariga qo'yilgan bankalar son va to'piq og'riqlariga, bavosil, ya'ni gemoroy, qorin va qorinning pastki qismi churrasiga, podagra xastaligiga yaxshi davo bo'ladi. Sonlarning old qismiga qo'yilgan banka moyaklarning ishishi, son va boldir yaralariga yaxshi shifo beradi. Sonlarning orqa qismiga qo'yilgan banka yuqori qon bosimini tushiradi, bosh og'rig'ini tindiradi, sonlardagi yara va og'riqlarni ketkazadi. To'piqlarga qo'yilgan banka esa hayz tartibsizligiga, qo'yimich asob tolasining yallig'lanishiga, podagra xastaliklaridan xalos qiladi. Kindikning ust qismiga qo'yilgan banka yog'larni tarqatadi, terini go'zallashtiradi, churraga, oshqozon va qorin og'rig'iga yaxshi davo beradi. Kindik chuquriga yarim litrlik banka yopilsa, bu qorin og'rishini va hayz og'riqlarini ketkazadi. Kindikning past qismiga qo'yilgan bankalar buyrakdan siydik yo'liga tushgan toshni siydik pufagiga tushiradi. Moyaklar va jinsiy yo'llardagi tiqilishlarni ochadi va kindikning ust qismiga qo'yilgan bankalar beradigan foydani beradi. Banka qo'yish uchun 50 gram, 100 gram, 150 gram, 200 gramlik bankalar, paxta va uzun yondirg'ich qo'llaniladi. Bankaning tubini mayda bir qatlam holida yopishga yetarli kichik paxta parchasi joylashtiriladi va yondirgichga yoqilib, kerakli joyga yopishtiriladi va ahvoliga ko'ra 20-10 daqiqa
ba'zan 1-1,5 soatga qadar kutiladi. So'ngra bankaning og'ziga eng yaqin bo'lgan teriga barmoq bilan bostirilib, bankaning havo olishi ta'minlangan holda banka olinadi va banka o'rni biroz massaj qilinadi. Bolalar, ozg'in va keksa kishilar uchun 50-100 grammlik bankalar qo'llaniladi. Bankalar ilk marotaba qo'yilganda faqat 3-5 daqiqa kutiladi. Kutish vaqti undan keyin 15 daqiqa cho'zilishi mumkin. Yuz va chakkaning pastki qismi uchun ham 50-100 grammlik bankalar qo'llaniladi. Bankalar ilk marotaba qo'yilganda faqat 3-5 daqiqa kutiladi. Kutish vaqti undan keyin 15 daqiqa cho'zilishi mumkin. Yuz va chakka pastiga qo'yilgan bankalarning kutish muddati 1 daqiqadan boshlab 10 daqiqagacha cho'zilishi mumkin. Bankalar bir joyga 2 kunda bir yoki 3 kunda bir 5-7 marotaba qo'yilishi mumkin. So'ng boshqa joyga o'tiladi. Ehtiyojiga ko'ra 1-3 oydan so'ng ayni joyga takroran qo'yiladi. Navbat bilan ketma-ket tananing barcha qismiga qo'yilgan bankalarning hech bir qo'shimcha ta'siri va zarari yo'q. Bankalarning izi sog'lom insonlarda ravon, qizg'ish rang oladi va tezda tarqaydi. Banka izi ravon binafsha rangda bo'lsa, qondagi zaharli moddaning ko'pligini, ravon bo'lmagan dog'li binafsha rangda bo'lsa, mayda tomirlarda yangi tiqilishlar mavjudligini namoyon qiladi. Qo'yilgan bankalar hech bir iz qoldirmasa, banka qo'yilgan joyda qon aylanishi qiyinligidan dalolat beradi. Ya'ni yog' va balg'amdan tomirlar tiqiladi va a'zolar ozuqa va kislorod yetishmasdan qiynalib qoladi. Bu qattiq tiqilishlarni harakatga keltirish va chiqara bilish uchun tez hammomga tushish, vujudni uqalamoq, hammomdan keyin sedaning yog'i bilan aralashtirilgan zaytun yog'i yoki sirka hamda achchiq qovun sharbati bilan badanni massaj qilish kerak. Bularni bajargandan so'ng kuchli bankalar qo'yiladi va qon oldiriladi. Og'ir kasalliklarda faqat kasallikning shiddati ozaya boshlaganda va isitma so'na boshlaganda banka qo'yilishi mumkin. Banka hamma vaqt qo'yilishi mumkin, ammo bu ish uchun eng yaxshi vaqt qon oldirish vaqti bo'limida ko'rsatilgan vaqtlardir. Eslatma: yuz va bo'yinga tez qo'yilgan quvvatli bankalar ko'rishning zaiflashishiga sabab bo'lishi mumkin. Olov bilan banka qo'yishning birgina xavfi bemorning yongan paxta bilan yonishidir. Aslida bu shakldagi yonishning hech bir zarari yo'q. Aksincha foydasi bor. Yaxshilanish yanada chuqur va samarali bo'ladi. Qadimgi tabiblar umurtqa va bo'g'im xastaliklarida terini o'ziga xos yoqish bilan banka qo'yishgan. Kanalimizni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalimizga obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. Aytgancha, fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Kitobning keyingi qismi keyingi videolarda. Xayr, sog', omon bo'ling.